Odamlarning ahmoqlari, tenteklari Xoliq subhanahu va taoloni, rozi bo'lgan Haq taoloni so'kishdi. Yakka yagona bo'lgan Alloh taoloni haqorat qilishdi. Alloh taboraka va taolo hadis qudusiyda aytadi: "Shatamani ibn Adam." Odam bolasi meni so'kib haqorat qildi. "Walam yakun yanbaghi lahu an yashtumani." Unga bunday qilishlik, meni so'kishligi to'g'ri bo'lmas edi, lozim bo'lmas edi. "Yu'zini ibn Adam yasubud dahra." Odam bolasi menga aziyat beradi, zamonni so'kadi. "Va ana dahru biyadil amr." Men zamonman. Zamon menman. Hamma ish meni qo'limda. Uqallibul layla wan nahar. Kun bilan tunni o'zim almashtirib turaman. Amma shatmuhu iyaya qawluhu inna li waladan. Endi meni haqorat qilishiga kelsak, odam bolasi Allohning bolasi bor dedi. Men esa tug'maganman, tug'ilmaganman va menga biror kimsa teng emas.